Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Mirzo Ulug'bek tumanida Ekobozor shundoqqina biqinida joylashgan pavilyonga kelganmiz. Nimaga biz bu yerda turganimizni hozir sizlarga batafsil ko'rsatib beramiz. Ko'pchilik bizani bilganlar biladi, har bitta showroomimizda, do'konlarimizda o'zimizning mahsulotdan foydalanishga harakat qilamiz. Bu yerda ham birinchi bo'lib biz vitanit nalivnoy pollarini quydik, lekin shu pol quyishdan oldin e'tibor berish kerak bo'lgan narsalar bor. Bahodir aka, bizani ustamiz. Mana shu nima do'konlar qurgan bo'lsak, har bittasida shu odamning xizmatlari juda ham katta. Shuning uchun sizga shu savolni beraman aka. Birinchi bo'lib, mana shu polga kelganingizda nimalarga e'tibor berish kerak? Hop, biz bu showroomimizda ozgina boshqacha yondashdik. Birinchi bo'lib poldan boshladik. Bizga bu polni tekislab birinchi gruntovkaladik. Bunga bizda Umid aka yordam berdilar. Nalivnoy quyishdi. Kстати, Umid aka, shu nalivnoy quyishdi. Mana shu vitanitda biz fast level degan nalivnoyni ishlatdik bu yerda. Uni nima nyuanslari bor ekan, ustalarga qanaqa maslahatlar bera olasiz aka? Endi bu nalivnoy polni men o'zim ham birinchi marta shu yerda quydim. Tezlik kerak ekan. Bu nalivnoy pol tez qotadi, tez ishlash kerak va ko'proq qorishga to'g'ri keldi. Lekin agar hammasini to'g'ri qilib, suvlarini to'g'ri qo'ysa, nalivnoy pol mana shunaqa zo'r chiqadi. Pol terganda qattiq zo'r joylashib turadi. Bu videomiz qisqa bo'lgani bilan sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Nima savolinglar bo'lsa kommentariyaga o'zingizlarning savolinglarni yozsanglar bo'ladi. Vitanit to'g'risida, nalivnoy pol to'g'risida Umid aka ham yoki biz tomonimizdan iloji boricha to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.